Bu yerga darvozani avvalroq qilib usturoq qilib berilgandi. Endi navbat kajiroqqa keldi. Kimga darvoza ham kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib qolasizlar. Darvozalarni ham sifatli materialda qilib tayyorlab beramiz. Hammani o'zini xohishiga qarab bundan boshqa variantdagi dizaynlar ham bor. Aloqaga chiqsanglar, pastdagi nimalarga bitta qilib darvozani ham kajiroqqa ham bittada qilib bitiramiz. Darvozalarimiz 1 kvadrat metri. Boshlanish narxi 500 ming so'mdan boshlanadi. $200, $300 gacha, 1 qavat, 2 qavat, 3 qavat, 4 qavatiga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. Aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib ishlarini bitirib beramiz. Assalomu alaykum. Navbatdagi obyekt ishlarni xudo xolasa ustunoqqa kelgandik erta tongdan. Даже ustunoqqa ham qildik. Ozgincha ishlar qoldi. Mana shapkasini mana bu joylarda svarkalarni urib qotirib qo'ysak, inshaalloh bo'ldi. Orqa tarafdan ankara bilan qotirganmiz devorga. Xudo xolasa chiroyli, sifatli qilib leksalarni yopib berdik. Mokra asfalt svetda. Ularga ham hammasiga alohida e'tibor bergan, to'g'ri gullardan ishlatib, tergan xudo xolasa o'rnat bo'lib pastga tushgandan keyin sizlarga video qilib beramiz. Mana navisimizni pastdan ko'rinishlari. Ustida tugadimi? Inshaalloh ishlarni tugatdik. Gullarga egalarning xohish istaklariga qarab yoki barglarga, gullarga tillarangdan beramiz yoki yo'q. Hozir endi o'zlar bilan kelishgan holatda maslahatlashib ish qilamiz. Ko'p obzor qilib o'tirmaymiz. Chunki YouTube tarmog'ida kanallarimizda juda ham videolar ko'p. Hali telefonimizda qancha videolar bor hali olib sizlarga hali YouTube tarmog'iga qo'yilmagan videolarimiz ham juda ko'p. Bundan 3 ta 4 ta qildik, adashmasam. Xolasa tepa qismlar leksa yo'llari hammasi original kovunli gullardan, profilli portlardan qilingan. Umuman puldan ham, materialdan ham ayolmagan, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qolasizlar. Razmerlari oldiga chiqish 2,5 metr qildik, 500 stoka qilib, kim xohlasa 3 metrgacha tayyorlab bera olamiz. Oldiga chiqish 3 metrgacha stoka qo'ymasdan tayyorlab bera olamiz. Devorlar orqa taraflari yaxshi beton holatda bo'ladigan bo'lsa, eniga 640 bo'lgan. Mana bu yerda nariyolgacha 640 qilib tayyorlab berilgan, bitta holatda qilib. Navislarimiz ham egalarning xohish istaklariga binoan gullarga tillaranglarni berdik. Inshaalloh. Bu chiroyli ham chiqdi. Endi kimga qanaqa, kimlarga tillarang kerak bo'lmasa, tillarangni bermagan holatda ham qilib beraveramiz. Kimdir xohlasa tillarangni qilib bering desa, qilib ham beraveramiz. Xohlasa to'liq ishlarni yakunladik, egalarga topshirdik. Bu manzilimiz Namangan viloyati Chustga, Kalsovoyning oldiga tayyorlab berganmiz. Xohlasa inshaalloh ishlarimizni kraskalarga, temirlarga, umuman har bitta ishlar detallariga garantiyali yaxshi sifatli narsa ishlatamiz. Sababi buni orqasidan bizga ham bu joyga reklama, egalarning roziligini olsak, xudo xolasa biz ham aka ham ishdan, biz puldan, oka ishdan baraka toparlar, xudo xolasa. Ishlarimiz inshaalloh vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi bepul. Razmerlarga qarab joylarni aytsak, kvartlarni chiqarib beramiz. Narxini kelishsak, borib o'zimiz o'lchaymiz. Xudo xolasa 25 kun, 20 kun ish mobaynida ishlarini bitirib tayyorlab ustunovka qilib beramiz. Bu joyimizni hozir razmerlarini aytdik, 640 eniga bo'ldi. Oldiga chiqish 2,5 metr. Kimgadir 3 metrgacha bemalol 500 stoka qilib chiqarib bera olamiz. Betonlari bo'lsa, ya'ni yo'llarga qo'yilgan regellar bo'lsa, 3 metrgacha 500 stoka qilib tayyorlab bera olamiz kim xohlasa. Xohlasa bundan ham kichikroq variantda qilib berishimiz mumkin, lekin mana bu ko'rinishdagi, mana bu dizayndagi shu ko'rinish o'zi bo'ladigan bo'lsa, 2,5 metr qildirsanglar, mana shu ko'rib turgan dizayndagi holatda chiqadi. Bu navislarimiz 1 kvadrat metri. Osma navislarimizga boshlanish narxi 450 ming so'mdan boshlanadi. 850 ming 900 minggacha bor. Stoykali navislarimiz bo'lsa 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan boshlanadi, yo'q $100 gacha bor. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, men pastdagi nomerga aloqa chiqib olasizlar. Telegram, WhatsAppdan ishlab turgan inshaalloh. O'zingizlarning joyingizlarni rasmga olib tashlab bersanglar, xudo xolasa. Yoki bo'lmasam biz variantdan tashlab beramiz, o'ziga yoqqan variantni tanlasanglar, ishlarini chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Ishlarni yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Bu videomizni hozir 29-dekabrda olyapmiz. 2024-yil balki yanvarda qo'yamiz bu videoni yoki fevralda. Shuning uchun asta-sekin qo'yib boramiz, xudo xolasa. Hamma ishlarni asta-sekin YouTube tarmog'iga joylab boramiz. Ko'rib o'zingizlar baho berib o'taverasizlar. Bundan boshqa variantdagi navigatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa ham, shu kanal orqali o'tib, kanalga o'tsanglar, videolarimiz bor. 50 dan ortiq YouTube'da videolarimiz bor. Bemalol ko'rib, yoqtirib, zakaz berishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.